Zapret bo'lgan hammasi vaqt izlab Qozog'istonda ish topgani. Biz esa shu haqida polnisi obzor qilamiz, xolasa. Biletlar 250 ming so'm, o'tirib ketadiganlari, yotib ketadiganlari 280 ming so'm ekan. Bu yerda ovqatlanib bo'ladimi, yo'qmi? Biz yo'lga chiqamiz. Pasatka boshlandi. Kamida bir $1000 oylikda ko'rsatib ketyapti hozir. Biz 10 soat yurar ekan, bilmadim. Alloh menga sabr bersin. Xullas do'stlar, Qozog'istonga o'tdik Gransada. Чтобы endi dальше, Almataga qarab suramiz. Biz yaxshi omoniga bilaman, yeb ko'rib turib aytaman to'g'risi. Ovqat bo'lsa yeb bilmaysiz. Короче, o'zini olib kelgan ovqatingizni olib kirib yeyish mumkin emas. To'g'ri shey. Hatto unga durar ekansizda. Evet, Hindiston akamiz ham bor ekan-ku. Ko'rmabsiz buni. Nevere var. O nevere? Oo. Neverege paymiz. Nevaraga baysiz. Assalomu alaykum do'stlar. Bilaman ko'pchiliklar hozir Rossiyadan Zapret bo'lib O'zbekistonga qaytib kelyapti. O'zbekistonga kelib 5 million 6 millionlikka aniq ishlamaysiz. Shuning uchun men bitta narsaga qaror qildim. Xullas, men bugundan boshlab qo'shni davlatlarga chiqib, borib polnisi video qilaman. Qayerda qanaqa ishlar bor, oyliklar qanaqa, polnislar haqida obzor bo'ladi YouTube kanalimda. Shuning uchun mendan uzoqlashmang, bu video sizga 100% foydali bo'ladi. Xullas, ketdik biz. Короче, men keldim vokzalga. Soat 5larda yo'lga chiqamiz ekan. Biletlar 250 ming so'm, o'tirib ketadiganlari, yotib ketadiganlari 280 ming so'm ekan. Shuning uchun hozir ro'yxat qilyapti. Telefon nomerlari yozib olib qoldi. Telefon chaqiradi, polnisi kassaga to'lov qilib qochamiz-ki Almataga. Nimaga men aynan avtobusga ketishni tanladim? Qozog'istonga sababi yo'lda atmosferani tomosha qilib ketish uchun. Bu samolyotda ketsam ham bo'lardi. Menga ham sayohat, ham shu yo'lda qanaqa restoranlar bor, bu yerda ovqatlanib bo'ladimi, yo'qmi, shular haqida ham ma'lumot berib ketmoqchiman. Sizlarga tushuncha bo'lishi uchun. Xullas, Toshkent shahri Olmazor metrosidan o'tib bu yoqqa kelib ichkari kirsalaring bo'ladi. Xullas, bo'lmasa nima qilamiz? Yo'lga chiqayotgan payt boshlaymiz. Xullas, bu yoq avtovokzalgacha polnisda insonlar o'taman bilet bor. Ayimizdagi almashtiryapti. Biz hamma har yerga qochyapti. Biz kutamiz, boshqa nima qilamiz? Polnisda avtovokzal ichida hamma sharoit bor. Kafe, kofe ichmoqchi bo'lsangiz, mana xullas zalda, ikkinchi etajda. Yaxshi sharoitlari. Xullas, avtobusimiz soat 5larda yo 6larda yo'lga chiqar ekan, shuni hisobiga biroz kutamiz endi. Polni yo'l-yo'liga ko'rsatib ketamiz. Atmosferani chiroyli deydi-yu. Biz yo'lga chiqamiz. Pasatka boshlandi. 9-chi yerda ekan endi 9. Tamam, nerede ekan? O'tib ketamiz ekan. Ayol surib, короче, nimalardir o'ylayapti, короче, Rossiyaga ham qayergadir ketyapti. Kamida bir $1000 oylikda ko'rsatib ketyapti hozir. Tak. Almata. Shuni qo'limga olsam bo'ladimi?
Demak, mana. Okey. Ortayapsizmi, to'g'rayapsiz? Ha, ortyapti. O'zimiz ortamiz shekilli. Sotamiz. Ham kamera, ham garoch ijod qilyapmiz. Buni ortamizmi aka? Ortamiz. Hozir. Bu yoqdan ham ishni olib beraman. Qaysi qator? Hali bilet berdim. Berdim ha, o'tib. Bilet berdinglarmi? Şu olsan burada. Mümkün. 57-metrda bormi aka? Yo'q, yo'q. Hamma o'tiradi. 56-metrda bilan tugagan, bizga 57-metrga ham bilet sotdi-da. Nechchisi? 56-50. Sotamiz. Ham kamera, ham garoch ijod qilyapmiz. Buni ortamizmi aka? Ortamiz. Hozir. Qaysi qator? Hali bilet berdim. Berdim ha, o'tib. Короче, men avtobusga o'tirdim, xullas. Asta o'chamiz endi. Xullas 10 soat yurar ekan, bilmadim. Alloh xullas menga sabr bersin. Короче, so'rayapti. Xullas do'stlar, Qozog'istonga o'tdik Gransada. Чтобы endi dальше, qaytishga, dальше Almataga qarab suramiz. Kech bo'lib ketdi. Juda ham kech bo'lib ketdi. Xullas ketdik biz. Xullas Qozog'istondamiz. Ha, nima bo'lyapti? Bizmi? Nimadir? Neyimiz? Biz tak tanlab turaysizmi? Tak biz yo'lsizlar bitta kafeda to'xtadik. O'rtog'im aytdi, kafega kirib o'tirmang dedi, endi bilmadim. Shuncha odam kirib nima yemoqchi? Biz ham garoch tanlab o'tiribmiz, nima yeymiz. Yaxshi omonigan bilmayman, yeb ko'rib turib aytaman to'g'risi. Soat 11. Och qolmagan o'zingdak. Ish ham o'ylayapti dedi. Mana bilmadim. Ichib issiq choy ichaveramizmi? Choymi? Bu choylar achkan. Choylar qancha? Choy bormi? O'zi choy ham yo'q. Choyga qarangmi? Choy ovqat bilan teng bir xil. Короче, men bitta narsa aytaman. Narx qimmat va shu silishga. Короче, suv olganim yaxshi. Shopir aka menimcha passani bu yoqqa keladi-ku. Ha, qarang. Yo'q, tekanda. Ko'rinmayapti cho'ta. Çok yoradi. Ko'rinmayapti cho'ta. O't shopir akalar. Xitr akalar. O'zbekniki. Короче, men to'g'ri zakaz qildik-da. Qancha? 1980 tanga. Chunki oshni o'zi normalni yesa bo'ladi. Qolgan narsalardan to'g'risi yeb ko'rmadim. Men hech narsa deya olmayman bu narsasida. Shuning uchun nima bo'lar ekan bu yoqqa? Bitta choy zakaz qilasiz. Bitta choy zakaz qilasiz. Lekin o'zingizda ovqat bo'lsa yeb bilmaysiz. Короче, o'zizni olib kelgan ovqatingizni olib kirib yeyish mumkin emas. Только Nima choy aka? ichsak. Faqat chetdagi ovqat yeyishimiz kerak ekan. O'sha tashqarida sovuqda turib ozgina sigaret nos chekib, короче, Haydab ketdi. shofyorgani kutamiz qorni to'ygancha.
ketamiz. Xullas, biz chiqyapmiz Titanikka. Ovqatni nima qildi og'a? Shofyor aka nima qildi? So'yib oldi. Lekin aka ko'rib qoldim. Korоче, yo'lga chiqyapmiz yana. Darish aka. Hamma to'ng'ay turar ekan sizda. Bu yerda Hindistonda akamiz ham bor ekan-ku. Ko'rmabsiz-ku uni. Ya Allah. Xullas, joylashib oldik. Endi короче, mana ko'nak. Mana shu kafe, короче. Qaysi kafe? Shaqa kelib, mabodo to'xtasaluch kirmay qo'yavering. Baribir to'g'ri kelmas ekan. Yo, bu yoq nima deyapti? Toza havo. Xullas biz ham yo'ldamiz. To'xtadik. To'g'ri. Tak, men keldim. Qozog'istonga, Almataga. Avtovokzal. Xullas, bu yerda taksichilar hammasi Qozog'istonga qatnaydigan. Endi biz nima qilamiz? Biz, короче, do'stimni kutaman kelishini. Tak, sovuq, aprel oyi. Bu yerda tog', короче, вообще sovuq. Yomg'ir yog'ayotganda boya, вообще sovuq nimagadir. Xullas, Sandiqqa yetib keldik, sog'-salomat. Endi planimiz nima bo'ladi? Asta borib, joylashib, keyingi obzorlarda boshlaymiz. Keyingi videolarda Xudo xolasa polnisi shaharga chiqib polni obzor qilaman. Nima bor, nima yo'q. Moda siz Almataga kelmoqchi bo'lsangiz, bu yerda mana avtobus stansiyalar 3 tobi. Buni qarshisida to'g'risida Toshkent kafesi bor. Uchta nima desam bo'ladi? Arzon, normalniy, mana yo'ldagilarga qaraganda yaxshi tayyorlaydi. No, ham toza. Kirib o'zim попробовать ko'rdim. Chotki. Qancha bo'ldi? 800. Men shunaqa adashmasam, shunaqa bo'ldi, yo'q. Esimdan chiqmadi. Afsuski. Shunaqa. Kesalay mana shu yerga kirib bitta kofe, somsasiz zakoni, xullas bu ham mana. Biz esa sekin bitta qayerga kirganlarimizni obzor qilib chiqaveramiz. Juda ko'p o'zbeklar kelyapti Qozog'istonga, shu nimaga? Zapret bo'lgan hammasi vaqt izlab Qozog'istonda ish topgani. Biz esa shu haqida polnisi obzor qilamiz, xolasa. Voy, shu chiroyli joyda. Og'a, yoshingiz nechida? Ben 68'de geldim. 68? Ha. Nechi? 2 yılda 70'e geldim. Yo'q, umringiz uzoq bo'lsin. Av. Nechta farzandlardan? Bir bala, 2 kız var. Bir o'g'il, 2 qiz. Ya, 10 nevere var. 10 nevara? Oo. Neverege payımız. Nevaraga boyasiz. Necha yildan beri taksichilik qilasiz? Ha. Necha yildan beri taksichilik qilasiz? 28 yıl oldu. Necha yil? 28 yıl. 28 yil.
Taksomat dedim. Taksivat etyapsiz. Mana shu zo'r-ku. Nargilere ketmadı. Oo, 80'ge Kapşaya'ya baradı. Ha. Zo'r joylar ekan bular. Oldin nima ish qilardingiz? Alda hükümetin cümle istedi, bula istedi. Sovyet. Taksi okuya çıkıp etti. Bolalaringiz ham ishlaydi murojaat? Ha. Bolalaringiz ham ishlaydi murojaat? Onlar cümle istedi. Jimishsiz? Bari Almat'ta turadi o'shanda. Men birinchi marta Qozog'istonga kelyapman. Qozoqchani o'rganmoqchi. Men so'zini bilib o'tirib. Ana bolalar burundan kelgan baba. Qadaqcha bilib o'tir ya. Ha, buna bana sıra bilib turib. Bunlar Qozog'istonga kelmagan bola. Men o'rganmoqchiman, qiziqaman til o'rganishga. Buni sen so'zni tushunmayapsan. Ha, siz tushunmayapsizmi? Tushunmayapman. Al burundan istegan o'zbeklarni Almatada ular Qozog'cha yaxshi so'zlaydi. Yo, lekin men sizni so'zingizni oz-moz tushunyapman. Ha, ko'y sen birinchi kelganing bilinib tur. Ha, biroq men tushunaman o'zbek qozoq bari. Ha, tushunaman. Oldin nima ish qilardingiz? Alda hükümetin cümle istedi, bula istedi. Sovyet. Taksi okuya çıkıp etti. Bolalaringiz ham ishlaydi murojaat? Ha. Bolalaringiz ham ishlaydi murojaat? Onlar cümle istedi. Jimishsiz? Bari Almat'ta turadi o'shanda. Men birinchi marta Qozog'istonga kelyapman. Qozoqchani o'rganmoqchi. Men so'zni bilib o'tirib. Ana bolalar burundan kelgan baba. Qozog'cha bilib o'tir ya. Ha, buna bana sıra bilib turib. Bunlar Qozog'istonga kelmagan bola. Men o'rganmoqchiman, qiziqaman til o'rganishga. Buni sen so'zni tushunmayapsan. Ha, siz tushunmayapsizmi? Tushunmayapman. Al burundan istegan o'zbeklarni Almatada ular Qozog'cha yaxshi so'zlaydi. Yo, lekin men sizni so'zingizni oz-moz tushunyapman. Ha, ko'y sen birinchi kelganing bilinib tur. Ha, biroq men tushunaman o'zbek qozoq bari. Ha, tushunaman. Jambul oblasti ham chiroyli joymi? Yaxshi o tog'ning etagi Jambul. Ha, tog'dan etagi. Ya. O, bu yoqlarga ham borish kerak ekan. Chiroyli. Almak ulkan qalavat. Makisni olib ketdik. Oy. Qaydasiz? Altay mikrorayon. Men prema ketaman. Prям deb urasizmi? Ha, yo'q, prema ketaman. Xullas, tirikchilik bo'lyapti buni. Жұмыста месең bo'lmaydi. Bari qimmat hozir. Kampiringiz uyda ishlamaydi. İşlemeyin. Oldin ishlagan biron joyda. Burası işleyen. Men bu yoqda agar biron bir qozoq qizga uylanmoqchi bo'lsam, sizlarda nima deydi uni? Qalin puli deydi. Qalin mal. Qalin mal deydimi? Qancha beradi? $2000, $3000. Yo'q, Ya, $2000, $3000 beradi qalin pul. Şimkent berdi sonda qo'y. Oo, biz $2000-$3000 to'y qilamiz. Bilaman, bizda to'y istev uchun жылқы so'yu kerak, qo'y so'yu kerak. Misol beringlar, akim qaytib bo'lsa, men bir dav 2 жылқы so'yum kerak. 10 qo'y so'yum kerak. Ulan aslı var, nesi var. Bizde qora ақша, шығын. Shu narsalar qilish shartmi? Qo'y so'y, xalqqa osh ber. Al to'y qilsang bilan, yerda bir $30-40 ming ketadi. Burada shundaymi? To'yga $30-40 ketadimi? Qimmat qo'y restoranlar. O'zbeklarda rahat deydi. Bir qo'y so'yatda plov deydi bo'ldi. Shunday. Al bizda jamon qozoqlar. Qozoqlarda yomon. Aslında chiqib ketjak jamon. Ularda ақша bari. To'yga $20 ming eng kediy $20 ming ақша ketadi. To'yga обязательно. Sarposi, kiyimi.
Iya. 20 ming dollar. Ne alasın gözü bekliyor da bitir. Qozoqlarda oldin olib qochardi, hozir ham bormi? O da çok ya. Hozir qamaydi, olib qochsangiz. Kamaytırız. Yo, qizni o'zini roziligi bilan Olmaydı. bo'lmaydi o'sha. Oldin bor edi. Yaşa maliyet gibi olsa 18'de olmadan alıp kaçsa kız makul deyip dur. Niye burası da tıras 31. Потому что она kız niye jasta versin yetmiyor. Aynen bol kız çıkmadı. Jas kızı onun altına 17 kız. Özde yerkime köyge çıkan bir bala tuğan. Senin ona keyin bir koy balan sotoz verdi. Hozir qonuniy uylanib, olib qochmasdan to'yib Ya. beradi. Oldin biz eshitardik-da shunaqa edi. Olib qochardi qozoqlarda. Çok geldi. Tıras sotoz verdi. Oldingizdan. Kız özde ruhsat verse de bo'lmaydi. Yasa versin de yetmiyor. 18'de oldu, pожалуйста. Bu mashinangiz qancha olgansiz? Al. Mashinangiz qancha olgansiz deyman? Bu Necha yil bo'ldi? Novi gezini aldın mı bunu? Novligidan 15 yıl oldu. 15 yil Evet, bo'ldi. 10 yıl oldu. Oti nima buni? Vardız bu. Lavrus. Köp koydu Özbekistan'da. Bunaqa yozib qo'yishibdi-yu. O'zi chiroyli joylar ekan bori. Odamlar ya. Mashinalar arzonmi? Bizga qaraganda yo qimmatmi? Kımbattı. Qimmatmi? Ay Özbek'tin kanday maşını? Kobi, Gentra Kovel. arzonroq, ha? 9 milyon turadi. 9 million, Da. 9 million tanga. Ya, Dollarga qancha bo'ladi? bilmiyorum. 9 million tanga pulasiz hisoblab ko'ramiz. Arzon bo'lsa kerak bu yoqda. 1 milyonun işte 2000 dolar koy. 2000 dollardan bo'lsa, Doğru. 18.000 dolar koy. oo. Şimdi 1 milyonun kaçta 2000 dolar olur. Ha, ha, ha. 2000 dollar, 1 million, 2000 dollar. Sizlarda rassamoshka ochiqdan chetdan keladi, mashinalar. Sola çarken bizning önümüzde çıkarmadık mı ben?